birinchi darajali diplom, qimmatbaho televizor sovg'alari taqdim etilmoqda. Birinchi o'rin egalariga Bundan ham zo'r yutuq. Notebook azizlar har biriga taqdim etilmoqda. Demak, g'oliblarimizning har biriga notebook nasib etmoqda sovg'a sifatida. Ana endi Davlat xavfsizlik xizmati kubogi mini futbol bo'yicha Farg'ona viloyat bosqichi g'oliblari Tayyorlar. Hasan Qora 2 yigitlar birinchi o'rin egalari Uchko'prik tumani. G'alaba muborak bo'lsin. Bu yigitlardan tashkil topgan